Telefoningizni zaryadga qo'yasizda, lekin telefoningiz zaryad oladi, lekin telefoningiz to'lmaydi. Buning yechimini men topdim. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga o'rgataman. Hozir telefonimizni zaryadga ulaymiz. Mana telefonimiz 7% zaryad olgan. Qani shuning 1% zaryadi ko'payadimi, kamayadimi? Mana sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ko'pchilikda shu muammo, buning yechimini topmaydi, ustaga yuguradi. Ustaga olib borish shart emas. Men sizlarga o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Yana shunday foydali videolar chiqishini xohlasangiz, YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib, qanday savollaringiz bo'lsa berib ketishingiz mumkin. Bizga rosa xursand bo'lamiz. Odamlar ko'ryapti, foydasi tegyapti deb xursand bo'laman. YouTube bizga bir so'm pul to'lamaydi, bir so'm biz olmaymiz. Shuncha mehnatni qadrlaysiz degan umiddamiz. Mening bitta lomim shu odamlarga foydam tegsin, odamlar foydalansin degan maqsadda video chiqaryapman, YouTubega joylayapman. Kimga qanday video chiqarish kerak, bemalol telefon haqida, telefonlar kodini ochish, sozish bo'yicha video chiqarish kerak bo'lsa, aytsalaringiz chiqaraman. Sizlar ham bir подписка qilingizlar qani. O'zbekiston bir подпискasini ko'raychi. Kunlik video chiqarib qo'yib boramiz. Hammasi foydali videolar bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 6%dan 7% 7%dan ko'paymadi. Buning yechimi, buni qanday sozlash mumkin desalaringiz, buning birinchi buning bitta aybi kabeldan bo'ladi. Siz ishlatib yurasiz, olasiz, kabeldan bo'ladi. Kabelni ishlatib bir ishlatasiz, 10 kun ishlatasiz, kabel bo'lmay qoladi, telefonga zaryad bermay qoladi. Shuni beradi-yu, telefonni to'ldirmaydi. Keyin siz bitta kabel olib kelsangiz, qo'ysangiz, zaryad olsa, boshlasa yaxshi. Kabeldan ko'pincha kabeldan bo'ladi. Keyin shunda ham zaryad olmasa, zaryadning kallasidan bo'ladi. Ko'p hollarda kallasidan bo'ladi, kabeldan ko'pincha bo'ladi. Endi kabelni men mana boshqa zaryadchiga qo'yib ko'rsataman managa. Mana shu zaryadchiga qo'yib ko'rsataman hozir. Ko'kka ulayman. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana to'liq ko'rishlaringiz mumkin. To'liq super quvvatlashga taxminan 1 soat 7 daqiqa qoldi deyapti. Telefonimiz endi zaryad oladi. 100%
zerikanimizdan hozir oyib kallasi bo'lmay qolgan, ishlaydi lekin zaryad bermay qolgan. Bu kuygan. Shunda almashtirib ko'rasiz. Foydasi tegadi. Biz sinalgan bu necha marta men boshimdan o'tgan. Mana kabellar yotdi, 5-6 ta kabellar. Mana shu kabellar bo'lmay qolganda men har 2 oyda 3 oyda kabel qilaman. Hamma tomoni tezki kabellar bosib ketdi. Yana shunday foydali videolar chiqishini xohlasangiz obuna bo'lib keting, like bosib keting. Kimda qanday savol bo'lsa berishim mumkin. Bemalol yordam beraman.